أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Qarindoshlar, bugungi tema ko'rib turganlaridek dunyoning imtihon yuzi degan temada bo'ladi. Biz bu dunyoda yashayotgan bo'lsak, chuqur biz bir imtihon ichida bo'lgan bo'lamiz. İmtihanның sırtida yaşaydigan hech kim bo'lmaydi. Alloh taolo insonni dunyodan iborat bu imtihon maydoniga kirgizadigan chog'da insonning o'ng tarafiga haqiqiy iloh sifatida o'zini va so'l tarafiga o'z maftun, shaxsiyatchi, nadon va aldamchi nafsni yerlashtirdi. Ya'ni bunda deganlik bu dunyodagi imtihon maydoniga hozir imtihanning ikkilam savoli bor. Ey inson, sen hozir dunyo maydonida imtihon beryapsan. Sen Allohga itoat qilishing kerakmi? O'z maftun o'zingga itoat qilishing kerakmi? Allohning maydonida turishing kerakmi? O'z nafsingning nafsoniy maydonida turishing kerakmi degan ikkilam savol bor. Butun ömrimiz bo'yicha beradigan imtihonimiz shu. Yana Alloh taolo o'zi tarafda bo'lganlarni mukofotlash uchun abadiy baxt saodatlik jannatni, nafs tarafda bo'lganlarni jazolash uchun abadiy azob uqubatlik jahannamni qo'ydi. Ya'ni bu imtihon maydonida ikki taraf bor. Biri Alloh tarafi va Allohning maydoni, yana biri nafs tarafi va nafsning maydoni. Biz insonlar imtihon berguvchi o'quvchilar sifatida to'g'ri javobni tanlashimiz kerak. Va u to'g'ri javob Allohning maydonida va Allohning safida turib kurash qilishdir. Nima uchun kurash qilishimiz kerak? Chunki imtihonning maqsadi pokizlarni mehnatlardan ayirib chiqishdir. İnsanlarning sadoqatini va vafodorligini o'ttirg'i chiqarishdir va uni hujjatlashtirishdir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Liyamizallohul khabitha minat-tayyib va yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Sura Anfal 37-oyatda. Alloh shunday deydi. Allohning insonlarni bu cheklik va qisqa dunyo hayotida haq batil urushiga taklif qilishi, mehnatlarni pokizlardan ayirib olishi, mehnatlarni bir-birining ustiga tizishi, andan hammasini to'plab jahannamlik qilish uchundir. Mana bu oqibatga qolganlar haqiqiy ziyon tortquchilardir. Nima ekan qarindoshlar oyatning mazmuni? Mehnatlarni pokizlardan ayirib olish. Ya'ni bizni jihodga taklif qilishning sababi bu dunyoda, kurashga taklif qilishning sababi, imtihon elishning sababi aramizda mehnatlarmi bor, pokizlarmi bor. Shu mehnatlarning arasidan pokizlarni olib jannatga yerlashtirish, mehnatlarni olib jahannamga yerlashtirish. Allohning maqsadi shu. Shuning uchun Alloh bizni ayiradi. Endi bu ayirib chiqish jarayonida har birimizga yetarlik iroda bergachga Allah safida turishmi bizning irodamizga bog'liq, nafsimizning safida turish, ya'ni dushmanimizning safida turishmi bizning irodamizga bog'liq ishlar. Pokizlarning mehnatlardan ayrilish uchun cho'qim insonlar kurash maydonlarida sinilish kerak. Mana shu biz yashayotgan dunyo Allohning maxsus biz uchun loyihalagan sinoq maydonidir. Bu sinoq maydonidagi buyruqlar, emir farmonlar va cheklamalarning hammasi bizni sinash uchundir. Bizning pokiz yoki mehnatligimizni ayirish bilan munosabatlikdir. Va biz Allohning buyrug'iga itoat qilsaqlar, hammasi bizning manfaatimizga markazlashgan imtihonlar bo'lib,
bu dunyoda biz bilan munosabatsiz ve bizning manfaatimizga uyg'un bo'lmagan hech bir imtihon va taklif yo'qdir. Ya'ni Allohning bu dunyodagi butun amr farmonlari va yoki cheklamalari bizning manfaatimizni ko'zlash va bizning manfaatimizni qo'g'dashni nishon qilgan bo'lib, bizning manfaatimiz ko'zda tutilmagan hech bir hukm yo'qdir. Shuning uchun biz bu imtihon maydonida cho'qim Alloh tarafida turishimiz shart. Chunki bizning bu imtihon maydonida Alloh tarafida turganligimiz o'zimizning tarafida turganligimizdir. Allohning maydonida turganligimiz o'zimizning maydonida turganligimizdir. Shundaqla Allohning maydonida turganligimiz va Allohning yo'lida manganligimiz o'zimizning jonijon manfaatimizga yuzlanganligimiz hisoblanadi. Va bu imtihondan o'tishimizning garantiyasi va kafolati hisoblanadi. Bizning bu dunyodagi imtihon maydonida nafsimiz tarafida turganligimiz, ya'ni nafsoniy havaslarimiz, arzu-armonlarimiz tarafida turganligimiz, dushman tarafida va dushman safida turganligimiz hisoblanadi. Chunki Alloh bizning haqiqiy ilohimiz bo'lganligi uchun bizning haqiqiy do'stimizdir. Ammo nafsimiz xato yo'lga boshlaganligi uchun bizning dushmanimizdir. Bu imtihon maydonida insonning o'ng tarafida haqiqiy iloh bo'lish sifati bilan Alloh bor. İnsanның sol tarafida o'z maftun, shaxsiyatchi, nadon va vafosiz bir nafs bor dedik. Undaqda Alloh tarafida kimlar bor va nafs tarafida kimlar bor bir qarab chiqaylik. Ve haqiqiy sabdoshlarimiz bilan sabdoshsimon dushmanlarimizni to'nib chiqaylik. Alloh tarafda ruh bor, bizning ruhimiz, ruhiy tarafimiz Alloh tarafda. Nefs tarafda beden var, ten var. Allah tarafta melekler var ve nefs tarafta şeytanlar var. Bu haqda Peygamber aleyhisselam hadiste mundaq deydi. An Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne liş-şeytani limmeten bi ibn Adem ve lil meleki limmeten fe emma limmetu'ş-şeytan fe'adun bi'ş-şerri ve tekzibun bil-hak وأما لمة الملك فيعد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفرق ويأمركم بالفحشاء. Yani insanda şeytanın bir teşviqat süpsi ve meleknin bir teşviqat süpsi var. Şeytan bu sıfıda nefs taraftarı bulup insanın yaman işlerine teşvik kılıdı ve hakkını inkar kılışka küşkürtüdü. Ama perişte bu sıfıda Allah taraftarı bulup yaxşı işlerine teşvik kılıdı ve hakkını kubul kılışka çakırdı. İşçide yaxşılıkka çakırık tuyganlar Allah'a hamd sana etsin çünkü bu Allah'tan kelgen çakırıktır. İçide yamanlık çakırık tuyganlar şeytandan Allah'a pana tılsın çünkü o şeytandan kelgen çakırıktır. Yani nefs ve şeytan birleşip insana karşı meydanda durup insana karşı küreş kılıdı. Şundakla ruh, melekler ve peygamberler Allah tarafında durup insanı qoğdaş için küreş kılıdı. Şunun için bu küreşte Allah tarafta turganlık, özümüz tarafta turganlık hesaplanıdı ve nefs tarafta ve nefsani hevesler tarafında turganlık, düşman ve şeytan tarafta turganlık hesaplanıdı. Allah Teala Kur'an'da Sür Felak'ta şeytanlarının insanlardan ve cinlerden bulunduğunu aytıdı. Minel cinneti ven nas. Şeytanlar cinlerden buludu, şeytanlardan buludu deydi. Undaqda biz bu dünyadaki köreşte g'alaba qozonishimiz uchun va imtihondan muvaffaqiyatli o'tishimiz uchun dushmanlarimizni to'nib chiqishga to'g'ri keladi. Jindan bo'lgan shaytonlarning bizga ko'rinishi Alloh tarafidan cheklanganligi uchun bu shaytonlar faqatla vasvasa qila oladi.
yomon ishlarni xiyolimizga tashlaydi va bizni faqatla yomon ishlarga kuch ko'rsatadi xolos. Bizda iroda bo'lg'achqa, xohlasak u yomon ishlarni qilamiz, xohlasak qilmaymiz. Ammo insonlardan bo'lgan shaytonlar bizga o'xshash inson bo'lg'achqa, bizga o'xshash so'zlagachga, bizga o'xshash kiyingachga, bizga o'xshash tamoq yegachga va hamma qiliqlari, yurish turishlari, urf odatlari bizga o'xshash bo'lg'achqa, bularning ozdirishlarining ta'siri texmi ig'ir va kuchli bo'ladi. Bularning aldishi texmi oson bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, biz hushyorligimizni o'stirib, butun diqqatimizni insiy shaytonlarga, ya'ni insonlardan shaytonlashganlarga markazlashtirishimiz lozim. Undaqda biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, Sharqiy Turkistonlik bo'lganligimiz uchun va musulmon bo'lganligimiz uchun bizning shaytonlarimizmi Uyg'urlardan bo'ladi, Sharqiy Turkistonliklardan bo'ladi va musulmon ko'rinishdagi saxtapazlardan bo'ladi. Qarindoshlar, inson balog'at yoshiga yetgandan keyin imtihonlar yashaydi. Ya'ni imtihonlar boshlaydi. Alloh taolo cheksiz bo'lgan muhit ilmi bilan, Allohning bir ilmi bor, muhit deydigan, Alloh cheksiz bo'lgan muhit ilmi bilan har insonning pokiz yoki mehnat ekanligini, vafodor yoki vafosiz ekanligini, shundaqla oqibatining qandoq ekanligini 100% biladi. Ammo insonlar o'zlarining qandoq ekanligini haqiqiy bilmagachga bu imtihonlar boshlaydi. İmtihanlar her zaman o'xshash bo'lmaydi. Bu dunyo imtihoni ve imtihan sualları her insonning niyatini, irodasini ve qiliqlarini hujjatlashtirish uchun shu insonning moddiy ve ma'naviy xususiyatlariga ve shaxsiy xosligiga ko'ra Alloh taolo tarafidan tanlanadi ve imtihan boshlanadi. Bu imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tish Allah'a iman etganlarga bek oson bo'ladi ve iman etmaganlarga imkonsuz holatga keladi. Chunki iman etganlarga imtihan savollarining javoblari Qur'on va sunnatda ochiq tushuntirilgan bo'ladi. Ammo iman etmaganlar bu imtihan savollaridan va javoblaridan foydalanishni bilmagachga yoki rad qilgachqa o'zlariga foydali bo'lgan butun sharoitlardan mahrum qilgan bo'ladi va imtihondan tabiiy holda o'tolmaydi. Qarindoshlar, hammamizga ma'lumki, iymon etmaslik imtihondan o'tolmaslikning 100% sababidir. Ammo iymon etgandan keyinmi u iymonni vayron qiladigan, imtihondan o'tkazmaydigan, insonni meynetlashtirib, jahannam ahlidan qiladigan shundoq xatoliklar va shundoq ig'ir gunohlar borki, bu gunohlarga giribtor bo'lgan kishilar kim bo'lishidan qat'iy nazar va qandoq sharoitda yashashidan qat'iy nazar u gunohlar kechirim qilinmaydi va bu turdagi gunohlar gunohkorlar imtihondan o'tolmaydi va muhaqqaq jahannamga tashlanadi. U gunohlar bo'lsa Allohga sherik keltirish va o'z millatiga qarshi xoinlik qilishdir. Qarindoshlar, o'z millatiga, o'z xalqiga, o'z vataniga va o'z davlatiga qarshi xoinlik qilish har dinda, har zamonda va har makonda shundoq cho'ng jinoyatki, bu turdagi jinoyatchilar tavba qilib to'g'ri yo'lga qaytib kelmaguncha hargiz kechirim qilinmaydi. Chunki xoinlik jinoyati qul haqqiga kiradigan jinoyatlar orasidagi eng cho'ng jinoyat bo'lib, xiyonatga uchraganlarning butun haq-huquqlari qaytarilmaguncha u xoinlar Alloh taolo tarafidan kechirim qilinmaydi. Alloh taolo tarafidan kechirim qilinmagan ekan, u xoinlar cho'qim jahannamga mahkum bo'ladi. Qarindoshlar, bugungi tema
Dünyanın imtihan yüzü temisi bo'lg'achqa, bu xoinlik masalasini bu imtihonga bog'lab tushunishga to'g'ri keladi. Chunki imtihondan muvaffaqiyatli o'tishimiz uchun xoin bo'lmaslik shart, mushrik bo'lmaslik shart. Allah haqiqiy do'stimiz va Xitoy tajovuzchilari haqiqiy dushmanimiz bo'lg'achqa, Xitoyni Allohga sherik qo'shmasligimiz shart. Xitoyning buyrug'i bilan emas, Allohning buyrug'i bilan mengishimiz shart. Xitoy tarafida emas, o'zimiz tarafida va o'zimizning safida ching turishimiz shart. Chunki Xitoy tajovuzchilari safida turganlik shayton tarafida turganlik hisoblanadi. Afsuski ve minglarcha afsuski, nurg'un Sharqiy Turkistonlik vatandoshlarimiz o'zimizning safida emas, Xitoy tajovuzchilarining safidan yer olmoqda va dunyo manfaatini deb Allohni, o'z millatini, o'z vatanini sotmoqda. Vatanga berish bahonasi bilan Sharqiy Turkiston davosiga xiyonat qilmoqda, xoinlik qilmoqda. Ailesi bilan telefonda ko'rishib olish bedeliga vatanni sotmoqda va Xitoyni irqiy qirg'inchilik jinoyatidan aqlab qo'ymoqda. Shuni aniq bilish kerakki, vatanga berib kelish bo'lsin, yoki ailesi bilan telefonda so'zlashish bo'lsin, va yoki boshqa xildagi Xitoyga kuchuklanib manfaat olish bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday qiliq va faoliyat Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga qarshi olib borgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlashga va yoki yengillatishga yaraydi ekan, yoki bu xildagi satqinlikqa yetadigan har qanday bir qiliq Sharqiy Turkiston davosiga ziyon soladi ekan, va yoki boshqa har qanday bir Sharqiy Turkiston fuqarosiga ziyon olib keladi ekan, bu cho'qim boshqalarning haqqiga tajovuz qilganlik, milliy inqilobchilarimizga xoinlik qilganlik, qul haqqiga kirganlik hisoblanadi va u cho'qim xoinlik hisoblanadi. Agar bu xil bo'shanlik qilganlarning qiliqidan Xitoy foydalanib milliy davoyimizga zarar kelsa, yoki Xitoy tajovuzchilari bu xil manqurtlarning qiliqidan foydalanib boshqa vatandoshlarimizga yoki vatanparvarlarning oilasiga zarar versa, yoki boshqalarning o'ltirilishiga sabab bo'lsa, bu manqurtlarning qiliqlaridan boshqalar o'ltirilsa, turmaga va kamplarga qamalsa, buning bir kishilik vaboli shu bo'shan satqullarga bo'ladi va shu bo'shan satqullar qiyomat kuni butun ziyondan hisobga tortiladi. Bu satqullarning yuzidan qancha kishi o'ltirildi, qancha kishi mayib bo'lib qoldi, qancha kishi iymonidan ayrilib qoldi, qancha kishining minisi yuyuldi, hammasidan shu xoinlar mas'ul bo'ladi. Ziyon ko'rguchilarning ziyonlari va haq-huquqlari shu xoinlarning ustiga yuklanadi va natijada imtihon qog'ozi nol holatda rasvolarcha jahannamga mahkum bo'ladi. Ba'zi manqurtlar bataxi shundoq bahona ko'rsatdi. Mening vatanga bog'im bor, vatanni va oilamni sig'indim, shunga siyosiy ishlarga aralashmayman va hokazo va hokazo. Ey maxluq, qaysi insonning vatanga bog'isi yo'q? Qaysi vatanparvarning oilasini va tuqqanlarini ko'gisi yo'q? Qaysi inson vatanini va oilasini sig'inmaydi? Qaranglar uning topgan bahonasiga. Bu tipdagi maxluqlar Xitoyga cho'qinib, ruhiy va aqliy bulg'unib ketgachga. Xitoyga cho'qinib, ruhiy va aqli bulg'unib ketgachga, insoncha o'ylash va insoncha tafakkur qilishdan mahrum qolgan holatda o'milib yashamoqda, agar buningga yashash degili bo'lsa. Bu tipdagi manqurtlar dushmanimiz Xitoyga chiroyli ko'rinish uchun Allohga va millatimizga osiylik qilmoqda. Xitoyning tahdididan qo'rqib yoki quruq aldamchiliklariga, hiylelariga aldanib, o'z sabdoshlarini tashlab, Xitoy birlik safidan yer olmoqda va insiy shaytonlarga aylanib, mazlum va bechora xalqimizni
Xitoy sepiga so'rab mengishmoqda. Bu shaytonlar shunday xatarlik shaytonlarki, qalbida Alloh muhabbati bo'lmaganlarni osonla o'z sapligiga tortib ketishmoqda. Shuning uchun qarindoshlar, o'z ichimizdagi bizning tilimizda gap qiladigan insiy shaytonlardan, milliy munofiqlardan bekla hazar elishimiz kerak. Bo'lmasa bizmi bu dunyodagi imtihonimizda mag'lub bo'lishimiz mumkin. Alloh saqlasin. Undaqda Uyg'ur xoinlar va Uyg'ur shaytonlar qandaq bo'ladi? Va Sharqiy Turkistonlik xoinlar va Sharqiy Turkistonlik shaytonlar qandaq bo'ladi? Buni tunishga majburmiz qarindoshlar. Chunki shayton insondanmi chiqadigan bo'lsa, Uyg'urdanmi, Sharqiy Turkistonlikdanmi shayton chiqadi degan gap. Bu shayton dushmanlarimizni, bu insiy shaytonlarni tunib olishga majburmiz. Chunki dushmanni tunimay turib, hech bir jangda, hech bir kurashda g'alaba qilg'ili bo'lmaydi. Sharqiy Turkistonlik shaytonlarning alomatlari tuvandikicha. Tunib boqaylik. Birinchi, Uyg'ur shaytonlar yoki Sharqiy Turkistonlik shaytonlar davomli bizning ziynimizga va dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining manfaatiga ishlaydi. Ko'rinishda va og'zida bizning manfaatimizga ishlagandek to'g'an bilan natijada bizning ziynimizga ishlaydi. Endi bu nuqtani texim yaxshi tushunish uchun bu haqda misol berishga to'g'ri keldi qarindoshlar. Uyg'ur shaytonlardan misol berishga to'g'ri keladi. Masalan, Xitoy tajovuzchilari ana vatanimiz Sharqiy Turkistonni abadiy o'zining qilib olish uchun Sharqiy Turkistonning asli egalari bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqini tamoman yo'q qilishni planlagan va bu planni amalga oshirish uchun 3 strategik suiqasd belgilagan. Bu Sharqiy Turkiston xalqini qanday o'ltiramiz, qanday yo'q qilamiz degan maqsadda 3 strategik suiqasd belgilagan, buni planlagan. Xitoyning birinchi suiqasdi Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga tirishganlarni bo'lginchi deb qalpoq kiydirib yo'q qilish. Xitoyning strategiyasiga qarab baxsak davomli bo'lginchi deydi-ku. İngliz separatist deydi-ku Xitoyning kelqa diplomatlari bo'lginchilar deb tillaydi-ku bizni. Bizga shu bo'lginchilik qalpoqini kiydirib, bo'lginchi deb qalpoq kiydirib yo'q qilish. Xitoyning birinchi strategik suiqasdi bu. İkinci suiqasdi Sharqiy Turkistonning musulmonlarini, bizlarda musulmon millat-ku, Sharqiy Turkiston musulmonlarini va Xitoy tajovuzchilarining assimilyatsiya siyosatiga qarshi chiqqanlarni, ya'ni milliy ruhi bor insonlarni radikal dinchi deb qalpoq kiydirib yo'q qilish. Qarab baqsaq radikal, ekstremist degan gapni jiq qo'llanadi Xitoy. Bu qalpoq bilan yo'q qilish. Üçüncü suiqasdi nima desa qarindoshlar? Sharqiy Turkistonning vatanparvarlarini va xalq suyarlarini terrorist deb qalpoq kiydirib yo'q qilish. Davomli Xitoy xalqi terrorizmga qarshi turamiz, terrorizm bilan teng urush qilamiz deb xalqarani aldishi mush qalpoq bilan aldaydi. Endi Xitoyda mush 3 strategik suiqasd bor. Endi biz bu 3 xil suiqasdlarning ijro qilinishiga qarab boqaylik. Va Xitoy tajovuzchilarining bu 3 xil suiqasdga mos qadamda moslashayotgan, shundaqla inqilobchi to'rda o'rnab olgan Xitoy malaylariga bir qarab chiqaylik. Birinchi, Xitoy tajovuzchilarining bo'lginchi degan qalpoqini xalqimizga kiydirish vazifasini topshirib olgan Xitoy malaylari davomli xalqaro sahnalarda va sotsial medialarda vatanimizning ismini davomli mehnat bo'lgan Xinjiang deb ataydi. Bu haqda xalqimizdan besim kelsa, uni Xitoyning g'arbiy shimol rayoni deb ataydi. North West of China deydi-ku xalqaro mediada. Ba'zi Jungoning g'arbiy shimol rayoni North West of China deb ataydi. Buningga e'tirozlar kelsa xalqimizdan, uni Uyg'ur rayoni,
Uyghur region deb atılışıdı. Demek bu Malaylarning ağzıga Sharqiy Turkiston degan ism zodi kelmaydi. Sharqiy Turkiston deganni diyenmeydi xalqarada. Buni o'zlarini o'qimishliq deb sanaydigan va o'zlarini mushu millatning ziyolilari deb sanaydigan diplomlik manqurtlar ijro qiladi. Ular xo'jayini Xitoy bergan diploma va unvonlardan foydalanib, Xitoy lobbichilik soyasida xalqaro sahnalarga chiqadi. Ularning xalqaro sahnaga o'zligidan chiqib qoldimikin, nochiligidan deb o'ylab qolmanglar. Ularni xalqaro sahnaga chiqarayotgan shu Xitoy bergan yuqori diploma anandaki Xitoy lobbichilik soyasida xalqaro sahnalarga chiqadi. Va Sharqiy Turkistonning Xitoyning zamini ekanligini yuqoridagi o'gitilgan Xitoyning g'arbiy shimoli, Xinjiang, Xitoyning jimsi deydigan Xitoy tarafidan o'gitilgan ismlarni so'zlash orqali u Xitoyning zamini ekanligini e'lon qilishadi. Bu orqali Xitoy tajovuzchilarining xalqaro sahnalarda Sharqiy Turkistondagi butun zulm va irqiy qirg'inchiliklarni bu bizning ichki ishimiz deb bu jinoyatlardan qutulishiga dalil va material hozirlab berdi. U Xitoyningki zimini bo'lsa, zot Xitoyning ichki ishi bo'lmay nima bo'ladi u? Mush rejini bilmagidek dötmi bu manqurtlar? Hammani biladi, ammo xo'jayini nima desa, shuni deb jo'laydi. Demak, Xitoy tajovuzchilari bo'lguncha nomli suiqasd muzikasini chaladi. Uyg'ursimon manqurtlar buningga tans o'ynaydi. Bo'lgunchilik xalqaro qonunlarda cheklangan bo'lg'achqa, xalqaro ma'nodakin oldinadi. Xitoy haqni qulab chiqadi. Xitoy g'alaba qozongan bo'ladi, qarindoshlar. Yana Xitoy manqurtlari Xitoy uchun mana shunday ishlaydi. Uyg'ur grammatikasida ning degan qo'shimchasi egilik kelish bo'lib, egilikni ifodalash uchun qo'llaniladi. Masalan, mening balam deymiz. Mening kalam deymiz. Biz birsiga Xitoyning balasi desak, uningga keyindan mening balam deyilmaymiz. O'xshash shaklda sen Sharqiy Turkistonni Xitoyning g'arbiy shimol rayoni desang, Xitoyning rayoni desang, sen bu ning degan egilik kelish bilan bu zaminning Xitoyning egilik huquqi doirasida ekanligini e'lon qilgan bo'lasan. Va o'z zaminingni inkor qilgan bo'lasan. U zaminning Xitoyning zamini ekanligini iqror qilgan bo'lasan. Va Xitoymo bu bizning zaminimiz va bu zaminda bo'lgan ishlarning hammasi bizning ichki ishimiz deydi va haqliq bo'lgan Xitoy bo'lib chiqadi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun xizmat qilayotganlarga bu bo'lgunchilik qalpiqini keydirish vazifasi olgan bu diplomlik manqurtlar texi o'zlarini bu millatga xizmat qilib herib ketayotgan qahramonlar qilib ko'rsatishlari bor. Bir tarafdan Xitoyga ishlab, yana bir tarafdan dunyoni aldab, jamba qilayotgan bu lalmalar Xitoy istixborotining sodiq g'olchilari bo'lib, nafsini deb Allohni sotganligi uchun, nafsoniy orzularini deb ruhiy va ma'naviy qimmatlardan voz kechganligi uchun, shundaqla Allohning va o'zining safida turmay, dushmanning va shaytonning safida turganligi uchun bu dunyodagi imtihondan o'tolmaydi. Dunyolik va oxiratlik baxt saodatini vayron qiladi. Chunki Allohning dargohida Allohni sotgan, xalqini sotgan, vatanini sotgan sotqunlarning va xoinlarning hech bir o'zrisi qabul qilinmaydi. Alloh taolo bu haqda Qur'onda mundaq deydi. Sura Ali Imron 77-oyatda mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Innallazina yashtaruna bi ahdillahi va imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah va la yukallimuhumullah va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati va la yuzakkihim
ve lehum azabun alim. Sadakallahul azim. Allah'a bergen ve ahdisini ve qasamlarini azgını bedelgi satadiganlar oxiratda hech qandaq nasibiga erişemaydi. Qiyomat kuni Alloh ularga gap qilmaydi, ularga qarabmi qo'ymaydi, ularni meynatchiliklaridan pokizlamaydi va ularga jahannamdan iborat qattiq azob bordir. Bu oyat qarindoshlar, Allohning keskin oyati Qur'onda aniq tursa, vatan millat haqida xoinlik qilish qarindoshlar. Bulapmi Uyg'ur millati, Sharqiy Turkiston xalqi hozirgidek irqiy qirg'inchilik ostida yo'q qilinayotgan chog'da o'z millatimizga osiylik qilish. U osiylik cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, nim bo'lishidan qat'iy nazar millatimizga, o'z xalqimizga, o'z davoyimizga osiylik qilish. Buning banisi mayli oilamizni ko'rish bo'lsin, mayli vatanga berib kelish bo'lsin, mayli oilamizni sog'inib ketish, onamizni sog'inib ketish bo'lsin, mayli dadamizni uylab qolishi, onamizni uylab qolishi bo'lsin, qandoq sababni ko'rsatib Xitoyni oqlashga yaraydigan, davoyimizga zarar soladigan har qandoq qiliq, har qandoq gap so'z xoinlikqa yotadi, xoinlik hisoblanadi. Bu dunyodan imtihondan o'tishimizga to'salg'i bo'ladi. Ya'ni imonsiz ketishga apiradi qarindoshlar. Dunyoda xor bo'lganimizdek, oxiratdami jahannamlik bo'lib ketishga apiradi. Diqqat qilaylik qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bugun shunchalik bo'lsin. Xitoyning qolgan ikki suiqasdini inshaalloh keyingi videoda so'zlaymiz. Alloh hammamizni Xitoy tajovuzchilarining fitnasidan, Dajjalning fitnasidan, Xitoy istixborotining fitnasidan, aldamchiliklaridan, hiyla-mikrlaridan saqlab, imonimizni sog'lom qilsin. Haq qaysi, nohaq qaysi, haq qaysi, botil qaysi, to'g'ri, xato qaysi, hammani bilgidek Alloh bizga aql, fikr, aql farosat bersin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.